Guliston shaharchasida mana shu domlar oldidan mana joy so'raganlar uchun mana 8 sotixli dokumentlar zo'r, dokumenti ham turar joy, zo'r joy topib qo'ydik. Tayyor samomoyka, bitta o'sha magazinlari, avtoaksessuar boshqaga xonasi qilingan, plus bitta ishchilar dam olishga ajdaniya xonasi ham bor. Mana stechkalari ham hammasi yangi qo'yilgan, hammasi yangi holatda. Prosta o'sha samomoykani olib kelib turib ustanovka qilasiz, bo'ldi, уже ishingiz sразу o'sha kundan spreybilga kirishni boshlaysiz. Mana katta yo'lni bo'yida domlarni oldida mana shu Guliston domlari ichkari katta yo'l tarafda emas, ichkarida o'rta ko'prikdan kirasiz. Shu chapga yurgizda mana shu o'ng qo'ldagi oxirgi uy. Mana shu moykani orqa tarafi, bu ham mana shu moykaga qaraydi, mana shu hududida. Mana bitta podvalni qilib turib, mana oldi magazinga orqasini shu uy qurish uchun mo'ljallashgan ekan. Planirovka, polniy plan bilan qilingan, hammasi planlari bor. Oxiriga yetkazib olsangiz bo'ladi. Tayyor mana fundamentlari qo'yilgan. Bu yoqqa shu uy qursangiz bo'ladi. Uy uchun tashalib ketilgan, podvallari bilan kattagina. Bu yoqda mo'ykasi, bu yoqda oldini do'kon qilasiz, orqa tarafga uyingizni solib turib, mazza qilib, biznesingizni yurg'izib, uydan chiqmasdan yashaydigan xonasi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda akamiz nomerini joylab qo'yapmiz. Bu joyda o'zi ko'pchilik ko'rdi, gruppalarga tarqalgan, gruppaga tarqatishgan. Prosta 75 ming narx qo'yilgan. Hozir biz Bag'dod uy-joy obunachilari uchun keldik, narxini tushirdik. Xudo xolasa akamiz narxini 70 ming dollar baho qo'yishdi. Daji yana bundan ham kelishadigan joyi bor. Jazman naqd puli bor xaridor bo'lsa, bundan yana kelishadigan joyi bor. Bemalol telefon qilib baraka qilsang bo'ladi. Bag'dod uy-joyga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying.